sun'iy intellektlar haqida gapirilganda odam fikrlash bilan sun'iy intellekt fikrlashning farqini gapirganda sun'iy intellekt juda ham yuzaki fikrlaydi, faqat ko'rib turgan narsasi. Hattoki mana shu biroz uzun matn bo'lsa chalkashib ketadi sun'iy intellektda. Oddiy anaqalarni ko'rmaydi, bog'liqliklarni ko'rmay qoladi. Kontekst to'g'risida gapirmasak. Ha, mana shu kontekstni tushunishga harakat qiladi matndan, lekin sal murakkablashishni boshlasa kontekstingiz dovdirab qoladi, gallyutsinatsiya bo'lib ketib qoladi. Oddiy mana yaqinda chiqqani haligi ingliz tilida bo'lib ketdi. Strawberry so'zida nechta harfi bor deganda hadeb hatto javob beradi-da, bo'lmasa juda oddiy narsa-ku. Ya'ni u yoqda endi mayli boshqa muammo, lekin yuzaki qaraydi muammolarga. Ayniqsa masalan matnli muammolar bilan ishlashda qiynaladi. Haligi matematika misollarda bo'ladi, matnli masala deb yoziladi. Falonchi falon joydan A yo'ldan nima falon masofada B masofadagi joyga yo'lga chiqibdi, tezligi buncha ekan, unga qarama-qarshi. Ya'ni u yerda narsalar ko'paygan sari sun'iy intellekt chalkashni boshlaydi. Va nimaga chalkashayotganini ham hali sun'iy intellekt yaratuvchilari ham yaxshi bilmaydi. Shunaqa, ya'ni juda ham yuzaki qaraydi-da, maqolani faqat tekst tomondan qaraydi. Orqasida bo'layotgan narsalarni majoziy narsalar tushunmaydi yoki bo'lmasa mana namyok deymiz-ku rus tilida, mana shunaqa narsalar tushunmaydi. Odamlarda bu narsalar bor-da. Narsalar, hissiyotlar bor, boshqa bor. Matnni o'qiganingizda kinoyani tushunasiz, siz boshqani tushunasiz. Sun'iy intellekt bu narsalarni hali ancha bor, bu narsalar tushunmayapti-da.